Do'stlar, ishlarimizni qay darajada chiroyli, sifatli chiqib turganini sizlarga hozir video davomida ko'rsatib beraman. Yo'qsa bitta like bosib ketasizlar. Bismillah. Mana xudo xolasa juda tekis, chiroyli chiqyapti. Burchaklarni attishi mehr berib charxlab chiqaryapmiz. Mana bu tomondan ko'rishlaringiz mumkin. Umuman ortiqcha zazor yo bir qiyinchilik yo'q. To'g'rini ham ko'rsatishim mumkin. O'zlaring ko'rib boqinglar. Hozir nariga xonani ham ko'rsataman. Mana bu xonani ham ko'rishlaringiz mumkin. Xudo xolasa bu xonamiz ham juda chiroyli chiqyapti. Bu tomondan ko'rishlaringiz mumkin. Bu videoni nimaga kayfiyat berish qimmat degan insonlarga tashlab qo'yasizlar. Chunki bu darajada chiqarish uchun juda katta mehnat talab qiladi. Shunaqa gaplar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Mehnatimiz yoqqan bo'lsa bitta like bosib, obuna bo'lib qo'yasizlar. Xudo xolasa pastlarni ham bitkazib, yana bir chiroyli videolar qo'yib boramiz.